Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Mamlakatimizda aholi sonining tez sur'atlar bilan o'sishini hisobga olgan holda bugun oldimizda fuqarolarning bandligini ta'minlash bo'yicha muhim vazifa turibdi. Ushbu muammoni hal etishga kompleks yondosh maqsadida mamlakatda yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Xususiy tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Qishloq joylarda tomorqa yerlardan faol foydalanish rag'batlantirilyapti. Tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Shu bilan birga bugungi kunda O'zbekistondan an'anaviy mehnat migratsiyasi yo'nalishlari qatorida Yevropa ittifoqi mamlakatlariga mehnat migratsiyasi ham tobora ommalashib bormoqda. Bu ayniqsa O'zbekiston va Yevropa mamlakatlaridagi demografik hamda iqtisodiy o'zgarishlar jarayonida yaqqol ko'zga tashlanyapti. Ta'kidlash joiz, ishchi kuchi migratsiyasi butun dunyoda tabiiy jarayon hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston fuqarolarini xorijga tartibli va xavfsiz ishga yuborish bo'yicha maqsadli ishlarni amalga oshirmoqda. Shunday ekan, xo'sh, Yevropada ishlash, qonuniy ish topish va firibgarlar qurboni bo'lmaslikning yo'li bormi? Bugun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi mas'ullari ishtirokida ayni mavzuda so'z yuritamiz, bir qator savollarimizga javob olamiz degan umiddamiz. Ekspertlarimiz bilan tanishing. Bobur Valiyev, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi boshqarma boshlig'i, Nigora Isroilova, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi bo'lim boshlig'i, Bahodir Qodirov, migratsiya agentligi bosh mutaxassisi hamda bosh mutaxassis Gulruh To'layeva. Hurmatli ekspertlar, studiyamizga xush kelibsiz. Bugun ushbu dolzarb mavzu yuzasidan muloqot qilamiz. Yuqorida aytganimizdek, sizga savollarimiz juda ham ko'p. O'ylaymizki, ayni jarayondasiz va olib borilayotgan ishlar, uning samarasi, oldimizdagi vazifalar va uning ijrosi bo'yicha sizning fikrlaringiz, mulohazalaringiz bizga juda ham muhim. Yuqorida ham aytdik, ishchi kuchi migratsiyasi butun dunyoda tabiiy jarayon hisoblanadi va bugun mamlakatimizda ushbu yo'nalishda qanday ishlar olib borilyapti, qanday yangi loyihalar bor, qanday xalqaro hamkorlikni bugun biz mustahkamlayapmiz va qaysi sohalarga, qaysi yo'nalishlarga bugun talab yuqori. Bugun yurtdoshlarimiz tashqi mehnat migratsiyasida faoliyat yuritish uchun nimalarga e'tibor berish kerak degan ko'plab savollarga sizning javoblaringiz bizga kerak bo'ladi. Marhamat, Bobur, sizdan boshlasak. Albatta, bugungi kunda tashqi mehnat migratsiyasi sohasi hukumat tomonidan alohida e'tiborga olinmoqda. Aynan fuqarolarimizni xorijga tartibli, qonuniy va xavfsiz tartibda yuborish bo'yicha juda ko'plab ishlar olib borilmoqda. Nafaqat ularni yuborish, balki xorijda mehnat faoliyatini olib borish davomida ularni huquqiy tomondan himoya qilish va undan keyin huquqiy tomondan himoya qilgan holda O'zbekistonga qaytarish choralari bo'yicha hozirgi kunda katta ishlar olib borilmoqda. Albatta, O'zbekistonda yillik demografik o'sish juda katta raqamlarni beradi va shu sababli hozirgi kunda o'sha davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarga qaramasdan, masalan, yiliga 700-800 ming O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston mehnat bozoriga kirib kelmoqda. Va so'nggi islohotlardan kelib chiqib, masalan, 400-500 ming fuqaroni O'zbekistonda aynan O'zbekiston ichki bozoriga integratsiya qilinib, ularga ishlar topib berilmoqda, lekin qolgan raqamlar, ya'ni qolgan fuqarolarni baribir xorijga ishga joylashtirish, ularni qonuniy yuborish bo'yicha albatta hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan biri bo'lib turibdi. Shu sababli hukumat darajasida bugun migratsiya agentligi tomonidan dunyoning rivojlangan mamlakatlari bilan, ya'ni boshda siz aytib o'tganingizdek, o'sha an'anaviy mehnat bozori emas, balki dunyoning rivojlangan o'sha Yevropaning yoki boshqa mamlakatlarning mehnat bozori bilan hozirgi kunda juda ham yaqin aloqalar o'rnatilmoqda. Buning endi asosiy sabablaridan biri bu o'sha hozirgi kunda davlat rahbarimiz tomonidan olib borilayotgan siyosat deb bilaman, chunki aynan davlat rahbarimiz tomonidan o'sha Yevropaning va boshqa mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini o'rnatilishi bu davlatlardagi mehnat bozorini ochilishi uchun bizga katta zamin yaratib berdi. Shu sababli hozirgi kunda aynan O'zbekistonlik fuqarolarni Yevropaga yoki boshqa mamlakatlarga, aynan yuqori maosh beruvchi davlatlarga borib ishlashga, qonuniy ishlashga va yuqori daromadlar olishga qiziqish ortib bormoqda. Demak, yurtdoshlarimiz xorijga ishlashga borganda kam daromad topishmasin. Ular rivojlangan mamlakatlarda o'z sohasi bo'yicha agar mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, katta daromadni qo'lga kiritishi va xavfsiz o'sha yerda agar davlat tomonidan jo'natiladigan bo'lsa, qonuniy jo'natiladigan bo'lsa agar, demak, yuqori daromadga ega bo'lish imkoniyatlari keng. Buni yurtdoshlarimiz keyingi yillarda olib borilayotgan islohotlar, uning samarasi va aytganingizdek ikki tomonlama hamkorlikning mustahkamlanib borayotganligida ham buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Nigora, siz bevosita yurtdoshlarimiz bilan ishlaysiz. Ularning talablari, takliflari qanday va qolaversa rivojlangan mamlakatlardan bizni yurtdoshlarimizga bo'lgan, migratsiyaga bo'lgan talab qanday, qaysi yo'nalishlar bo'yicha bugun talab bor xorijda? Marhamat. Yuqorida Bobur ta'kidladilar, ishchi kuchini kirib kelishi O'zbekiston mehnat bozoriga va mehnat bozoridagi ehtiyoj balansini har xilligida xorijga chiqish ehtiyoji ko'payadi deb. Bu nafaqat bu bilan tasdiqlanadi, balki yoshlarimizni o'zlari chet elda ishlash va tajriba orttirish ehtiyojlaridan kelib chiqib ham davlat o'sha xorijdagi aynan Yevropa ittifoqi davlatlari, rivojlangan Yevropa davlatlaridagi jimjimador, ya'ni jozibador bozorlarni ochishga harakat qilyapmiz. Yevropada hozir biz yuqorida o'zingiz ham ta'kidladingiz, demografik jarayonning pastligi, u yerda ishga layoqatli bo'lgan aholi sonining keskin pasayib borayotganligi xorijiy ishchi kuchiga talab yuqoriligini ko'rsatib bermoqda. Statistikaga e'tibor bersak, Eurostat ma'lumotiga ko'ra 70% ishga layoqatli aholisi bor Yevropada va bu son keskin pasayib bormoqda. 2070-yilga borib bu 54% gacha kamayadi. Buning ichiga masalan Belgiya, Chexiya, Germaniya ham bundan mustasno emas va u yerda 30 dan ortiq turdagi malakali kasb egalariga, ish o'rinlariga ehtiyoj ko'p. Masalan, bu degani haydovchilarga, hamshiralarga tibbiyot sohasida, quruvchilarga, mavsumiy ishchilarga. Aynan bu ish joylarini to'ldirishda O'zbekistonda salohiyat juda ham ko'p, nafaqat ishchi kuchi borasida, balki ularni o'sha malakaviy kasblarga tayyorlash borasida ham bizda salohiyat juda ham yetarli. Bu degani kasbiy o'qitish markazlarimiz, tilga o'qitish markazlarimiz va u yerda o'qimoqchi bo'lganlarni ijtimoiy va moddiy qo'llab-quvvatlash tizimi juda ham yaxshi rivojlanyapti. Demak, biz uchun ochilib borayotgan Yevropa bozorini ehtiyojlaridan kelib chiqib, ularning talabi va bizning talabimiz borasida o'rtada shartnoma qilinadi. Demak, ularning talabidan kelib chiqib, bizning ham o'zimiz talablarimiz bor. Eng kam ish haqqi masalasi, ularning ijtimoiy, tibbiy sug'urtalari, huquqlari borasida o'rtada shartnoma tuzilgan holda malakali ishchilar kerak bo'lgan sohalarga tayyorlash borasida ishlar juda ham keng ko'lamda amalga oshirilyapti. Qaysidir kasb egasi va xalqaro sertifikatga ega bo'lgan ishchi kuchiga hozir talab juda ham yuqori va ana shu xalqaro sertifikatlarga nafaqat O'zbekistonning imkoniyatlaridan kelib chiqib, balki o'sha ish beruvchilarning o'zini standartlarini bu yerda joriy qilyapmiz va o'zlari ham onlayn, ham offlayn darslarni o'zlari bu yoqqa kelib o'tishyapti. Buni Germaniya misolida aytishimiz mumkin, ya'ni hamshiralarni tayyorlash borasida va bundan tashqari hamshiralarga tayyorlash tizimi yo'lga tushgan. Yuk avtomobillarini haydash, avtobus haydovchilari uchun ham hozirda Germaniya bilan FIT loyihasi amalga oshirilmoqda. Bu juda ham katta loyiha va Germaniyadagi yashil iqtisodiyotga o'tish borasida ham loyihalar bor. APAL, FIT loyihalari, bular ham Germaniya iqtisodiyotiga o'zining hissasini qo'shadi. Birinchidan bizdan borgan malakali ishchilar, balki u yerdan kelgandan keyin O'zbekistondagi mehnat kuchini salohiyatini oshishiga ham, O'zbekistondagi aynan kadrlar salohiyatini oshishiga ham xizmat qiladi bu narsa. Nafaqat u yerda ishlab kelishadi, balki tajriba orttirib kelishadi. Shu jihatdan juda ham tajriba almashinuv jihatdan yaxshi yo'nalish bu. Rahmat Gulruh javoblaringiz uchun. Nigoraxon, siz huquqiy himoyasi bo'yicha fikrlaringizni aytmoqchi edingiz. Marhamat, qanday ta'minlangan ularning huquqiy himoyasi? Bugun biz qanchalik tashqi mehnat migratsiyasida yurgan yurtdoshlarimiz uchun ularning himoyasini ta'minlab beryapmiz? Bilamizki, ayrim hollarda og'ir ahvolga tushib qolgan yurtdoshlarimiz ham ko'p tez internet tarmoqlarida ko'zimizga tushadi, aldanib qolgan yoki yordamga muhtoj bo'lib qolgan, bemor bo'lib qolgan. Bugun qanchalik ularning huquqiy himoyasi amaliy ko'mak bilan ta'minlanyapti? Marhamat. Xorijga jo'natyapti turgan har bitta fuqarolarimiz yoki xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirilyapti turgan fuqarolarimiz O'zbekiston fuqarosini har biri davlat tomonidan himoyalangan. Masalan, fuqarolarimizni hozir siz aytganingizdek har xil vaziyatda internet tarmoqlarida ko'rib boramiz deysiz. Bizda kuni kecha Vazirlar Mahkamasining 252-sonli qarori bilan bu chiqarildi. 252-sonli qarorimizda har bitta xorijga ketgan fuqarolarimizni huquqiy himoyasi kafolatlandi. Masalan, uni oladigan bo'lsak, fuqaromiz pasportlarini ko'p joylarda oldirib qo'yishadi. Chunki fuqarolarimiz kafolatlangan ishlarga emas, o'zlari ixtiyoriy ravishda ish joylariga chiqib ketishlari ham yuqori. O'sha joyda bo'lganda kuni kecha bitta Telegram kanalimizda Yuksalish korxonasiga fuqarolarimiz ketdi. 30 ga nafar fuqaromiz pasportini oldirib qo'yib, o'zlari ixtiyoriy ravishda ketgan pasportini oldirib qo'yib internet tarmog'iga chiqib kelishdi. Bizda xorijda o'zimizning vakolatxonalarimiz bor. Vakolatxonalarimizning asosiy vazifalari fuqarolarimizni xorijda huquqini himoya qilish. Pasportlarini fuqarolarning qo'liga olib berdi. Yana bizda yordamlar, bir martalik moddiy yordamlarimiz bor. Mehnat migrantini tasdiqlovchi hujjati bo'lgan har bitta fuqaroga
3 BRVdan 5 BRVgacha moddiy yordam. U qanday og'ir vaziyatga tushib qolib, boshqa ishga joylashish jarayonida puli yo'q yoki patent olish jarayonida yoki qanaqadir vaziyatga tushib qolganda unga davlat tomonidan, migratsiya jamg'armasi tomonidan bir martalik moddiy yordam beriladi. Xorijdagi ayollar va bolalarni, farzandlarni bu ham yangi qarorimizda aks etdi. Har bitta ayolimiz xorijda qiyin ahvolga tushib qolib migratsiya agentligiga murojaat qildimi, uni vatanga qaytarish biletini, chiptasini sotib olish tekin bizda beg'araz yordam qilib beriladi farzandi va onalarimizga. Agar qanaqadir baxtsiz hodisa bo'lib, bolnitsaga yotib qolib, unga moddiy yordam zarur bo'lsa, mehnat migrantlari uchun $1,500 bo'lgan pul mablag'ini biz migratsiya jamg'armasi tomonidan o'tkazib beramiz. Bizda juda ham ko'p yordamlar mavjud. Har bitta O'zbekiston fuqarosini huquqi kafolatlangan. Bizda 24 soatlik botlarimiz bor, qisqa raqamlarimiz bor. 1282 har bitta xorijiy davlatlardan qo'ng'iroq qilish tekin. Agar fuqarolarimiz og'ir qiyin vaziyatga tushib qolib shu qisqa raqamlarga terib qo'ng'iroq qilsa, ularning huquqi har doim kafolatlangan. 60 mingga yaqin fuqarolarimizga huquqiy va ijtimoiy moddiy yordamlar berildi 2024-yil davomida. Rahmat Bahodir, mana ko'pchilik yurtdoshlarimiz shuncha imkoniyatlar, sharoitlar yaratilishiga qaramasdan o'zi ish topib ketishga harakat qilishadi va tabiiyki firibgarlarga aldanib qolish holatlari bo'ladi, og'ir ahvolga tushib qoladi. Qanchalik ularning o'z ish topib, o'zini tanish bilishlari orqali yoki har xil bir targ'ibot, tashviqot ishlari yoki reklamalarga ishonib o'zini hayotini xavf ostiga qo'yib, oilasi bilan borib qiyin ahvolga tushib qolgan yurtdoshlarimizni ham eshitib qolamiz ba'zan. Qanchalik to'g'ri ularni xorijga mana shu o'zi ish topib intilishi yoki daromad topaman deb xorijga o'zi ketishi. Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirishni xohlagan fuqarolarimiz uchun juda keng imkoniyatlar yaratilyapti. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan aynan o'sha xorijda ishlashga ketishni xohlagan fuqarolar aldanib qolmasligi uchun yoki bo'lmasam ular yuqori maoshlarda mutaxassis sifatida ishlashi uchun ularni avvalambor bu yoqda kasb hunar yoki bo'lmasam chet tillariga o'qitish yoki bo'lmasam ularni ketishdan oldin ko'niktirish kabi bir qator vazifalar migratsiya agentligiga yuklatildi. Migratsiya agentligi tomonidan o'sha xorijda ish platformamiz bor. Ana o'sha xorijda ish platformasidan o'tgan fuqarolar kasb hunar yoki bo'lmasam chet tillariga o'qiydigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha har oyda ularga subsidiya yoki bo'lmasam kompensatsiya sifatida to'lab beriladi. Agar fuqaro xalqaro standartlarga javob beradigan sertifikatlar, agar til sertifikatlari yoki kasb sertifikatlari bo'ladimi, agar shu sertifikatlarni oladigan bo'lsa, ularga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarigacha kompensatsiya to'lab beriladi. Ya'ni fuqaro agar kasb o'qiydigan bo'lsa, o'sha o'qish davomida unga migratsiya jamg'armasi tomonidan har oyda 5 baravarigacha kompensatsiya to'lanadi. Agar u o'qib turib xorijiy davlat tan olinadigan sertifikatlarni oladigan bo'lsa, unga 3 baravarga. Fuqarolarimizni rag'batlantiramiz, fuqarolarimizga yengillik yaratiladi. Agar fuqarolarimiz o'sha davlat yoki bo'lmasam nodavlat ta'lim muassasalarida kasb yoki til o'rganiladigan bo'lsa, ularning o'rniga migratsiya jamg'armasi tomonidan o'sha davlat yoki nodavlat ta'lim muassasalariga shu fuqarolarni o'qish xarajatlari qoplab beriladi. Agar imtihon topshirib sertifikat oladigan bo'lsa, aynan shu imtihon xarajatlari qoplab beriladi, ma'lum bir qismi. Umuman olganda O'zbekistonda fuqarolarni chet davlatda ishlashlari bu qonun bilan tartibga solingan xizmat turi. Bu xizmat bilan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi va migratsiya agentligi tomonidan litsenziya berilgan xususiy bandlik agentliklarigina shug'ullanadigan xizmat turi hisoblanadi. Qolganlari noqonuniy xizmat hisoblanadi. Bu demak, fuqarolarimizni sizlarning keng auditoriyangizdan foydalangan holda yana bir bor ogohlantirmoqchimiz. Agar xorijda ishlash niyatlari bo'lsa, avvalo migratsiya agentligi va qolaversa, demak, xususiy bandlik agentliklari, ularning reyestrlari, ya'ni qaysi birlarida litsenziya borligi bizning veb saytimizda reyestri bor. O'sha yerda hozirgi kunda 24 ta xususiy bandlik agentliklari bor. Shular orqali ketishlari mumkin. Endi aldanib qolish ehtimollari bo'lgan signallarni aytib o'tsak, asosan aldanib qolish mumkin bo'lgan joylari jimjimador reklamalar, ya'ni bu Facebookda, Instagramda hech qanaqa til malakangiz, kasb malakangiz kerak emas. Atiga rus tilini bilsangiz bo'ldi, hech qanday xarajat yo'q. Biz sizni ko'p pul to'laydigan mamlakatlar, masalan, Kanada, Niderlandiya, Germaniya, Angliya deb va'da beriladi va registratsiyadan o'ting deyishadi. Shu tizim ayniqsa hozir juda ham rivojlangan. Onlayn registratsiyadan o'tishadi. Aytishlari mumkin, faqatgina pasportingizni jo'nating bo'ldi. Biz sizni ortiqcha qiynamaymiz. Pasport jo'natishadi onlayn registratsiya orqali. Bu ham bizning davlatimiz ichidagi firibgar bo'lishi mumkin va asosan chet davlatda turib
xizmat ko'rsatishadi, shunday bir firibgarlik xizmatlari. Keyin odam o'ziga jalb qiladi har qanaqa insonni. Siz muvaffaqiyatli o'tdingiz, ish beruvchilarga siz yoqdingiz, falonchi bank kartasiga $300 yoki $200 tashlasangiz, vizangizni rasmiylashtirishni boshlaymiz deyishadi va birinchi signali aldanganlikni. Hech qaysi yaxshi ish beruvchi, yaxshi haq to'laydigan ish beruvchi, qolaversa rivojlangan davlatlarda malakasiz, tilni bilmaydigan, nafaqat chet davlatlarda, balki o'zimizda ham bunday bir kadrni ishga olgisi kelmaydi. Shuni o'zidan bilishlari kerak, ular aldanishni boshlashdi va bu umuman ma'lumoti ham, o'zi ham shu bilan aloqa uziladi. Bunda na ichki ishlar, na boshqa tashkilotlar aniqlashlar juda ham qiyin bo'ladi. Bunday murojaatlar juda ham ko'p. Shuning uchun har qanaqa holatda birinchi o'rinda qayerga murojaat qilishni bilmagan taqdirlarda mahallaga chiqib, uchastkovidan menga shunaqa ish taklif qilishyapti, shuncha pul ber deyishyapti, nima qilsam bo'ladi deb bir huquqiy maslahat olishlari kerak o'zlari bilmagan taqdirlarida, yoki migratsiya agentligining yuqorida ta'kidlarida 1282 qisqa raqamlariga u bepul tunu kun 24/7 rejimida dunyoni xohlagan mamlakatda telefon qilsa bo'ladi, ishlaydi, so'rab murojaat qilib shunday ish taklifi bo'lyapti, nima qilsam bo'ladi degan ma'noda bir murojaat qilishlarini so'raymiz. Shunchaki targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilyapti. Zarur maslahatlar berishga qaramasdan ayrim yurtdoshlarimiz mana shunday reklamalarga ishonib, o'zini ham daromadidan, ham o'sha maqsadga erisha olmay qolyapti, ham o'zi og'ir ahvolga tushib qolayotganligini ham guvohi bo'lyapmiz. Bunga yurtdoshlarimiz jiddiy qarashlari kerak va har kimga ham ishonib bo'lmasligini, har qanday reklamani ortida g'arazli maqsad borligini ham bir to'g'ri anglashimiz kerak bo'ladi va aytganingizdek, zarur bo'lganda huquqiy maslahatlarni soha vakillaridan yoki tegishli idoralar vakillaridan olishlari zarur bo'ladi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga mehnat migratsiyasi tobora ommalashib borayotganligini aytyapmiz. Bunga qanday sabablar bor bugun? Buning eng asosiy sabablaridan biri O'zbekiston va Yevropa mamlakatlari o'rtasidagi xalqaro munosabatlar yanada yaqinlashgani va yanada chuqurlashgani bilaman. Bundan tashqari o'sha prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatlar, ular bilan o'sha nafaqat iqtisodiyot, siyosat, turizm va boshqa sohalarda, balki o'sha mehnat migratsiyasi sohasi bo'yicha ham o'sha hamkorlik aloqalarini o'rnatilishiga bir debochi bo'ldi deb bilaman. 5-6 yil oldin masalan Germaniyalik ish beruvchilarni O'zbekistonga kelib mana shunday katta loyihalar qilishini hatto biz tasavvur ham qila olmasdik. Chunki ular mana hozirgi kunda 30 dan ortiq ish beruvchi bilan hamkorlik qilayotgan bo'lsak, ular o'sha har bitta hududlarda, O'zbekiston har bir hududida o'zlarini loyihalarini amalga oshirmoqdalar. O'sha Germaniyadan nemis tilida gapirishadigan o'qituvchilarni olib kelib, bu yerdagi fuqarolarni nemis tiliga o'rgatyapti va hattoki ularni o'qish jarayonida 400 yevrogacha stipendiyalar to'lab berishyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Bu O'zbekistondagi hozirgi kunda olib borilayotgan aynan mehnat migratsiyasiga bo'lgan e'tiborni kattaligini bildiradi. Nafaqat Germaniya, masalan, Yevropaning boshqa mamlakatlarida aytadigan bo'lsak, Buyuk Britaniyaga mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga yuborish bo'yicha Buyuk Britaniyada statistikasiga ko'ra O'zbekiston yuqori o'rinlarda turadi. Bu davlatga masalan ingliz yoki rus tili aynan bu sohaga talab etiladi. Bundan tashqari biz hozirgi kunda Buyuk Britaniya bilan aynan hamshiralik mutaxassislarini Buyuk Britaniyaga yuborish bo'yicha ishlar olib borilyapmiz. Aynan Buyuk Britaniyalik masalan ingliz tili bo'yicha ingliz tili o'qituvchilari aynan O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda aynan hamshiralarga ingliz tilini o'rgatish bo'yicha kurslar tashkil etmoqchi. Bundan tashqari o'sha Sharqiy Yevropa yoki Markaziy Yevropa mamlakatlari, masalan Slovakiya va boshqa mamlakatlar bilan hozirgi kunda hamkorlik aloqalarimiz mustahkamlanib bormoqda. Yevropa ish beruvchilarining ta'kidlashicha, bizning fuqarolarimiz, hamyurtlarimizning mehnatsevarligi, demak har qanday sharoitda ish beruvchi bilan yaxshi munosabatga kirisha olishi, yangi kasblarni yaxshi o'zlashtira olishi, til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi, qiziqishi va qonunlarga qat'iy amal qilishi. Har bitta davlatning o'z mehnat qonunchiligi bor, shu qonunlarga, tartiblarga qat'iy amal qilib ishlashlari, mehnatsevarliklari ko'proq jalb qiladi. Bizni ishchi kuchimizga qiziqish Yevropa ish beruvchilarida shu taraflama ko'proq kuchli. Hozirgi kunda fuqarolarimiz ishlash uchun qaysi mamlakatlarni tanlashyapti? Endi bilamiz, talab ko'p, takliflar ham bor. Qaysi mamlakatlarga bugun yurtdoshlarimiz borishni xohlayapti? Bilamiz, endi yuqori daromad olishni hamma xohlaydi, lekin u yuqori daromad olish uchun, u yerda daromad topish uchun aytganingizdek tegishli malakaga, bilimga, til ko'nikmasiga ega bo'lish kerak va zarur sertifikatlarga ega bo'lish kerak. Afsuski, ko'p yurtdoshlarimizda bu imkoniyat yo'q. Tilni endi o'rganishyapti. O'sha yo'nalish bo'yicha kasbni yana ham endi takomillashtirishyapti. Qaysi mamlakatlarni tanlashyapti? Hozirgi kunda O'zbekiston fuqarolari orasida o'sha Yevropaning rivojlangan mamlakatlariga ishlash
istagida bo'lgan fuqarolar ko'p. Bundan tashqari o'sha kunchiqar mamlakat bo'lmish Yaponiyaga ham qiziqish juda katta, chunki ushbu davlatda ham sog'liqni saqlash, xizmat ko'rsatish sohalari bo'yicha bugungi kunda bizda minglab talablar bor. Bundan tashqari O'zbekiston fuqarolarimiz orasida Koreya Respublikasiga mehnat faoliyatiga borish istagida bo'lgan fuqarolarimiz talaygina topiladi. Ayniqsa hozirgi kunda yoshlarimiz orasida arab mamlakatlariga aynan xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish sohalari bo'yicha o'sha Saudiya Arabistoni, Qatar, Kuvayt, Ummon kabi mamlakatlarga borib, u yerda ingliz va arab tillarini o'rganish va tajriba almashish va O'zbekistonga qaytib kelib, ushbu tajribalarni O'zbekistonda yoyish istagidagi yoshlarimiz juda ko'p topiladi. Endi Yevropada aytadigan bo'lsak, Yevropada albatta Germaniyaga, Buyuk Britaniyaga bo'lgan qiziqish juda katta, lekin shuni hozir aytib o'tmoqchimanki, biz bugungi kunda aynan G'arbiy Yevropaning o'sha Ispaniya, Portugaliya, Avstriya kabi mamlakatlari bilan ham muzokaralar olib boryapmiz. Aynan shu davlatlarga ham yetib bormoqchimiz. Chunki ushbu davlatlarga qo'shni bo'lgan mamlakatlar hozirgi kunda O'zbekiston bilan mehnat migratsiya sohasida juda yaqin aloqa o'rnatganligi sababli bu ishlarimiz aynan qo'shni davlatlarga ham yetib borgan. Shu sababli ular tomonidan o'sha inisiativa chiqib, aynan O'zbekiston fuqarolarini qurilish, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi sohalari bo'yicha ishga jalb qilish bo'yicha hozirgi kunda muzokaralar olib borilyapti. Muzokaralar natijasi bo'yicha biz o'sha migratsiya agentligining rasmiy sahifalarida bo'sh ish o'rinlarimizni albatta e'lon qilib boramiz. Ish kuchi talab yuqori bo'lgan mamlakatlardan mana takliflar tushyapti. Bu albatta o'sha hamkorlikning samarasi, mevasi deyish mumkin. Biz o'sha talabga javob bera olmaydigan holatlar ham bo'ladimi? Masalan, kadr yetkazib bera olmaydigan yoki o'sha yo'nalishga tegishli mutaxassislarimiz tayyor emas holatlar ham duch kelganmisiz? Biz bugungi kunda masalan ko'plab o'sha rivojlangan mamlakatlar bilan muzokara olib borayotgan bo'lsak, hozirgi kunda hattoki o'sha masalan bitta sohani aytaman, Buyuk Britaniyaga qassobchilik sohasi bo'yicha talab juda yuqori. Germaniyada ham bor, xuddi shu. Qassobchilik bo'yicha, umuman butun dunyoda qassobchilik sohasi bo'yicha bugungi kunda talab yuqori. Lekin ulardagi asosiy talablardan biri bu o'sha davlat tilini bilishi, yoki ingliz tilini yoki nemis tilini talab etiladi. Bundan tashqari qassobchilik bizda ustoz shogird an'anasi asosida rivojlanadi. Ustoz shogird an'anasi asosida o'rganiladi. Bu diplom, boshqa degan oziq-ovqatni qayta ishlab chiqarish degan diplomimiz bo'ladi, go'shtni qayta ishlab chiqarish degan diplomimiz bo'ladi. Ularda esa qassobchilikka diplom so'raladi asosan. Endi bu diplomni biz masalan oziq-ovqatni qayta ishlab chiqarish, go'shtni qayta ishlab chiqarish diplomiga almashtirishimiz mumkin. Qassobchilik degan diplom bo'lmaydi, chunki bizda farq bor. Shu jihatdan ham ozgina qiyinchilik bo'lib qolishi mumkin. Lekin o'zi asli qassob va shunga yaqin oziq-ovqatni qayta ishlab chiqarish diplomi ham bor bo'lgan fuqarolarimiz uchun aynan o'sha til talab qilinayotgan qisqa kurslarni ham biz tashkil qilganmiz. Bunday loyihalar ham bor xohlovchilarga. Demak, hozir aynan Bobur aytgan qassobchilik kasbi bo'yicha Germaniyada va Angliyada bo'sh ish o'rni bo'lsa, shularni maqsadli tayyorlovchi qisqa kurslar tashkil qilinadi va o'sha qisqa kurslarda ish beruvchining talabiga muvofiq sertifikat ola olsa, o'sha sertifikatning puli ham qoplab beriladi. Agar ketsa viza va aviachipta puli ham qoplab beriladi. Shu joyga e'tibor berish kerak. Viza va aviachipta pullari ham davlatiga qarab qisman kompensatsiya qilib qoplab beriladi. Lekin bu soha bo'yicha migratsiya agentligi xorijga ishga yubormagan deya olmaymiz. Aynan Buyuk Britaniyaga 2023-yilda 2 nafar fuqaromizni qassobchilik sohasi bo'yicha vaqtinchalik mehnat faoliyatiga yuborganmiz. Aynan ular ingliz tilida gaplasha oladigan qassoblar bo'lganligi sababli ingliz tomoni bilan suhbatlar tashkil etilgan, suhbatlardan o'tishgan va o'sha mehnat vizalarini olib, hozirgi kunda Buyuk Britaniyada aynan shu soha bo'yicha mehnat faoliyati olib borishmoqda. Ya'ni aytmoqchimanki, shu soha vakillari ham aynan o'sha dunyoning rivojlangan mamlakatlariga borib, 3000 funt sterlinggacha maosh olishlari mumkin. Keyin payvandlash yo'nalishida ham xuddi shunday. Payvandlash yo'nalishi bizda aynan O'zbekistonda payvandlashi bir ISO degan sertifikat bor. Bu dunyo talabi, dunyo xalqaro sertifikat. Bu xalqaro sertifikatlik payvandchilarimiz juda ham kam. Shuning uchun ham bizda hozir yangi loyihamiz ham bor. Masalan, aytsangiz bo'ladi, Toshkent viloyatida bitta payvandlash ISO sertifikat beruvchi o'quv kursi tashkil qilingan. Aynan xorijiy mehnat bozorida, dunyo mehnat bozorida qurilish bo'yicha ishlaydigan mutaxassislarga juda ham talab ko'p. Juda ham talab ko'p. Aynan ularga o'sha ISO sertifikati ega bo'lgan xalqaro standartlarga mos malakali ishchilar kerak. Lekin bunday ishchilar bizda kamroq, bular tayyorlanyapti. Yurtdoshlarimiz uchun ham bu ma'lumot, mana ikkita yo'nalishni aytdik va bu yo'nalishlarni ko'plab keltirishimiz mumkin. O'sha turli sohalar bo'yicha, yangi zamonaviy kasblar bo'yicha, demak, mutaxassislarga bo'lgan talab bugun dunyoda ortib borayotganligini, bu biz uchun o'sha yaxshi daromad
topish manbai ekanligini bilishimiz kerak. Faqat ko'p yurtdoshlarimiz xorijda bo'lganda aytishadiki, ba'zan mana har bir mamlakatda o'zining qonunchiligi, o'zining tartib qoidalari bo'lgani kabi yurtdoshlarimiz o'sha boradigan mamlakatlarning qonunchiligini mukammal bilishlari, nafaqat til bilishlari, balki ularning urf-odati, madaniyati, tarixi bilan qiziqishlari bu nur ustiga nur bo'ladi. Chunki o'sha mamlakatga agar ishga boradigan bo'lsak, biz uning qonunchiligini bilmasdan turib, tilini, madaniyatini, tarixini, biz bilan hamkorligini bilmasdan turib, demak ishlashimiz biroz qiyin kechishi mumkin. Ketishdan oldin ko'niktirish kurslari bo'ladi. Aynan o'sha davlatning mehnat qonunchiligi, madaniyati har bittasini o'rgatuvchi ko'niktirish kurslari albatta olib boriladi. Va yuqorida aytdik, masalan, hamshiralik yo'nalishi Germaniyaga. Bu yo'nalish ishlab ketgan mexanizm. Bunga oldin hozirgi mavjud proyektlar bo'yicha hamshiralar bo'lib ishlab yurgan va 2 yillik tajribasi bor hamshiralarimizni 9 oy davomida tilga tayyorlayotgan edik. Endi yangi loyiha bo'yicha hozir bu yil Germaniya standartlarini o'zimizning kollejlarimizda o'rgatishni boshlaymiz. Ular bir vaqtning o'zida maqsadli imtihonlar bo'ladi. Bu demak, men kollej tamomlaganimdan keyin Germaniyaga borib tajribamni oshiraman deganlar uchun maqsadli imtihon bizning respublikamizdagi 10 dan ortiq tibbiyot kollejlarimizda ana o'sha yerda o'zida kollejda o'qish davridayoq Germaniya standarti asosida o'qishadi. Va ular tamomlagandan keyin tajriba kerak emas, o'qish shart emas, o'sha ular tayyor mutaxassis Germaniyaga jo'natiladi. Bu ham yangi loyihalardan bittasi. Rahmat. Davlatimiz rahbarining yaqinda Sloveniya Respublikasiga qilgan rasmiy tashrifi doirasida mehnat migratsiyasi yo'nalishida ham hamkorlik borasida kelishuvlarga erishildi. Shu haqda bir to'xtalib o'tsangiz, Sloveniya bu borada qanday imkoniyatlarni bizga taqdim etishi mumkin? Shu o'rinda bir qisqacha ma'lumotni aytmoqchi edim. Xabarlarga ko'ra, 2025-yil holatida Sloveniya rekord darajadagi past ishsizlik va yuqori bandlik darajasiga ega bo'lib, eng ko'p qurilish, sog'liqni saqlash, mehmonxona va restoranlar ishlab chiqarish, ta'lim va axborot texnologiyalari yo'nalishida ishchi kuchi yetishmovchiligi mavjud ekanligini ham ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Marhamat. Sloveniya va O'zbekiston o'sha mehnat migratsiyasi sohasida hamkorligi aynan yurtboshimiz tomonidan Sloveniyaga bo'lgan tashrifi davomida amalga oshirildi. Sloveniyaning salohiyatli eng yirik 7 nafar ish beruvchisi bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatdik. Ushbu hamkorlik aloqalariga ko'ra O'zbekiston fuqarolari aynan qurilish, xizmat ko'rsatish, sog'liqni saqlash sohalari bo'yicha vaqtinchalik mehnat faoliyatiga yuboriladi. Biz xabarlarda o'qidikki, 1500 dan ortiq demak yurtdoshlarimiz endi Sloveniyada ishlash imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Siz aytganingizdek 7 ta yirik ish beruvchi tashkilotlar bilan shartnoma imzolandi. Hozirgi kunda o'sha statistikaga qaraganimizda u yerda aynan qurilish va sog'liqni saqlash sohasi bo'yicha bo'sh ish o'rinlari yetarlidan ham ko'pligi, aynan 1,5 mingdan ham ko'pligi ko'rsatildi. Aynan qurilish sohasi bo'yicha masalan oladigan bo'lsak, o'sha chilangarlik yoki duradgorlik sohasi bo'yicha haqiqatda talab bor ularda, yoki sog'liqni saqlash bo'yicha masalan hamshiralik sohasiga yoki qariyalarni parvarish qilish kabi sohalarda ularda bo'sh ish o'rinlari yetarlicha ekan, lekin aholisi masalan juda ham kam bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda ular xorijdan ishchi kuchiga bo'lgan talab yuqori ekanligini biz aynan Sloveniya ish beruvchilari bilan muzokaralar davomida tushundikda. Ya'ni ular hattoki shartnoma imzolaganimizdan keyin bo'ldi, bir haftadan keyin O'zbekistonga boraman degan takliflar bilan chiqyapti. Ya'ni bo'ldi, boraman, tanlovlarni tashkil etaman, bu Sloveniyaga aynan olib kelaman shu soha bo'yicha degan takliflar bilan chiqyapti. Ya'ni bu narsa aytishimiz mumkinki, haqiqatda ularda talab yuqori. O'zbekiston va Sloveniya ish beruvchilari o'rtasida mehnat forumi tashkil etildi. Unda aynan 20 dan ortiq sloveniyalik salohiyatli ish beruvchilar ishtirok etdi. Muzokaralar davomida o'sha dunyoga mashhur Fransiyaning Renault avtomobil zavodi kadrlar bo'limi boshlig'i ham ishtirok etdi. U bilan muzokaralar hozirgi kunda olib borilmoqda. Yaqin kunlarda ushbu tashkilot bilan ham hamkorlik aloqalarini o'rnatiladigan bo'lsa, aynan O'zbekiston fuqarolari Renault avtomobillarini ishlab chiqarish zavodiga ham yuborish bo'yicha ishlar olib borilyapti hozir. Bo'lib o'tgan muzokaralar yakunida diplomatik pasport egalarini vizadan ozod qilish, ta'lim, fan va madaniyat, transport va logistika, aqlli shaharlarni boshqarish, standartlashtirish, suv resurslarini boshqarish hamda turizm sohalarida hamkorlikka erishilganligini ham ko'rishimiz mumkin. Bu mamlakatimizga bo'lgan, mamlakatimizning tashqi siyosatiga bo'lgan hurmat va mamlakatimizga bo'lgan katta ishonch va e'tiborning bir samarasi deyishimiz mumkin. Nafaqat migratsiya yo'nalishlarida, balki boshqa yo'nalishlarda ham demak qiziqish katta ekanligini bugun ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mehnat migratsiyasi bu faqat ish emas, bu ya'ni oila farovonligi va xalqaro hamjihatlik hamdir.
shu borada ham tajriba almashish, madaniyat almashinuvi va investitsiya kiritish, davlatimizdagi pul aylanmasiga hissa qo'shish borasida xorijda ishlayotgan yurtdoshlarimizning hissalari juda ham katta. Biz yuqorida firibgarlarga ishonib, demak, og'ir ahvolga tushmaslik uchun nima qilish kerak deb qisqa to'xtaldik. Yana yurtdoshlarimizga eslatma tariqasida, yurtdoshlarimizga maslahat sifatida va siz mutaxassissiz, doimiy ravishda xorijiy hamkorlar bilan ishlaysiz va yangi loyihalarni boshidasiz va bu loyihalarni amaliyotga tatbiq etish uchun demak mas'ullardan birisiz. Yana qanday bir xulosa o'rinda fikrlarni berasiz va yurtdoshlarimiz xorijga ishga bormoqchi bo'lgan, xorijda ishlashni xohlayotgan va o'zini ustida ishlab ko'nikmasini oshirishga intilayotgan yurtdoshlarimiz, yoshlarimiz uchun qanday zarur maslahatlarni berasiz? Xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarimiz uchun birinchi o'rinda vakolatli organlarga murojaat qilishsin. Va bundan tashqari hech qachon qo'rqishmasin. Qaysidir tashkilotdan, qaysidir konsalting firmalardan, qo'shtirnoq ichidagi firmalardan aldanishsa, bizga murojaat qilishni kechiktirishmasin. Bu yil boshidan buyon 4 ta konsalting firmaga demak o'sha qaror chiqdi, ya'ni ularga ma'muriy javobgarlik, umuman olganda keyingi organlarga o'tkazish bo'yicha, chunki ular xizmat ko'rsatamiz deb pul olishgan yurtdoshlarimizdan, lekin bu xizmatlar ko'rsatilmagan, ham pul ham qaytarib berilmaganligi sababli yurtdoshlarimizdan arizalar kelib tushgan. Migratsiya agentligi ushbu arizalar orqali shug'ullanadi. Aynan konsalting litsenziyaga ega bo'lmay turib xorijga ishga jo'natish xizmatini ko'rsatayotgan firmalar bilan shu kecha kunduzda ham yana bitta qaror chiqdi, ya'ni Rich Result degan konsalting firmaga fuqarolarimizdan Gruziyaga, yana boshqa davlatlarga jo'natamiz deb pul olishgan, ishga boramiz deb vaholanki yuborishmagan, hattoki raqamlarni ham o'chirib qo'yishgan. O'zimizni ichimizda bo'lyapti bu narsa. Eng asosiysi, eng yaqin insonlarimiz bizga xorijdan ish taklif qilgan taqdirda ham buni bir marta yomon tarafini yoki bir salbiy tarafini o'ylab qo'yishimiz kerak. Asosan aldanayotganlar eng yaqin odamlar tomonidan aldanadi. Ya'ni qo'shnilari, do'stlari, yaqinlari. Bu begona emas. O'zimizni ichimizdagi, demak, qaysidir ijobiy bo'lmagan xarakterdagi odamlar yaqinlarini ko'proq shu narsaga jalb qilishni xohlashadi. Shuning uchun fuqarolarimizdan iltimos asosan o'sha migratsiya agentligi orqali yoki o'sha litsenziyaga egamisiz, litsenziyangiz bormi degan savolni birinchi o'rinda berishimiz kerak. Bular ko'p emas. 26 ta bandlik agentliklari bor. Shunda 1282 ga telefon qilib, qaysi xususiy bandlik agentligi mana shu menga ish taklif qilyapti, litsenziyasi bormi, yo'qmi, bilib bering deb so'rashsa, tunu kun ishlaydi bu call centerimiz, javob berishadi. Aynan o'sha xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarimiz avvalambor o'sha ketishdan oldin o'zini yuqori daromadli maosh olishmoqchi bo'ladigan bo'lsa, avvalambor o'zini kasbini yoki bo'lmasa o'sha davlat tilini, madaniyatini, urf-odatlarini o'rganib, ana undan keyin borishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, bu uchun tayyorlov tizimlari bor, ularning ko'nikmasini shakllantirish, ko'nikmasini mustahkamlash va zarur yordamlarni berish va kerak bo'lganda zarur maslahatlarni berish uchun barcha mutaxassislarimiz shay. Aytganingizdek, kasbga tayyorlov kurslari, mana aytyapsiz, ISO sertifikatini olish uchun ham markazlar borki, bu xorijga bizni borayotgan yurtdoshlarimiz tayyor bo'lib borsin. U yerga borgandan keyin yurtimiz nomidan vakil bo'lib borishadi. Bu yerda nafaqat u mamlakatning qonunchiligini, balki o'zimizdagi ham o'sha so'nggi yillardagi islohotlarni, mamlakatimizni boy tarixini, mamlakatimizning milliy urf-odatlarini chuqur bilgan holda va zarur bo'lganda, ularda qiziqish bo'lganda xorijliklarga aytib beradigan va bugungi o'zgarishlarni taqdim eta oladigan darajada tayyor bo'lib borishlari kerak bo'ladi. Marhamat. Bizda xorijda ish platformamiz bor. Aynan migratsiya agentligining xorijda ish platformasida ketishdan oldin va u joydagi fuqarolarimiz uchun imkoniyatlar, bo'sh ish o'rinlari hammasi xorijda ish platformamizda yaratilgan. Har bitta fuqaroyimiz agar shu dasturdan foydalansa, qaysi davlatga, qanaqa yo'nalishga o'ziga xos ishni topish imkoniyatlari mavjud fuqarolarimiz uchun. O'shaning uchun fuqarolarimizga xorijda ish platformamizdan foydalanishni tavsiya qilib qolamiz. Bu platforma qanchalik o'zining samarasini beryapti hozir? Qancha murojaatlar kelib tushgan yurtdoshlarimizdan? Xorijda ish platformasi samarasini berayotgan jihati shundaki, aynan xorijda ish platformasidan ro'yxatdan o'tib tashkillashtirilgan tartibda ketgan mehnat migrantlarimiz uchun imtiyozlarning hammasi qo'llaniladi. Agar u yerdan xorijda ish platformasidan emas, yakka tartibda ketgan fuqarolarimizga viza, aviachipta, til sertifikatlari yoki kasb sertifikatlarini qoplab berish tizimi qo'llanilmaydi. Uning uchun xorijda ish platformasidan ro'yxatdan o'tgan bo'lish kerak. Hamda xorijda ish platformasidagi bo'sh ish o'rinlari mahalladagi hokim yordamchilarining planshetlariga ham integratsiya qilingan. U yerda ham shu bo'sh ish o'rinlari ko'rinib turadi. Shu jihatdan ham foydali platformadan ro'yxatdan o'tish. Bobur, sizga savolim bor edi. O'zbekistonda noqonuniy mehnat migratsiyasiga qarshi kurash bo'yicha qanday ishlar olib borilyapti mamlakatimizda? Marhamat. 2017-yildan boshlab aynan tashqi mehnat
mehnat migratsiya agentligiga hukumat darajasida katta e'tibor berila boshlandi. Aynan xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiya tizimini yaratish bo'yicha ishlar olib borildi. Mana hamkasblarim aytgandek, bugungi kunda xorijga qonuniy, tartibli va xavfsiz yuborish bo'yicha migratsiya agentligi va shu bilan birgalikda aynan migratsiya agentligi tomonidan litsenziya asosida taqdim etilgan 26 ta xususiy bandlik agentliklari o'z faoliyatini olib bormoqdalar. Bundan tashqari o'sha turli qarorlar, qonunlar, farmonlar ishlab chiqilyapti va shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, xorijga ishga ketishdan oldin albatta uni tekshirishlarini, ya'ni ular haqiqatda ishonchli yoki ishonchsizligini tekshirish bo'yicha o'sha tashqi migratsiya agentligiga murojaat qilishlarini yoki hattoki o'sha 26 ta litsenziyasi bor tashkilotda ham bergan vakansiyasini ham agar tekshirib ko'rishmoqchi bo'lsa, bu bo'yicha ham aynan migratsiya agentligiga murojaat qilishlari mumkin. Chunki biz aynan shu 26 xususiy bandlik agentliklari bilan juda ham yaqin aloqadamiz. Ular bilan doim fikr almashib turamiz, vakansiyalar bo'yicha fikr almashamiz. Shuning uchun ham fuqarolarimizdan so'rab qolardik, aynan xorijga ishga bormoqchi bo'lgan fuqarolarimiz ehtiyotkorona harakat qilishlarini yoki oldindan kimgadir pul bermasliklarini va boshqa qanaqadir va'dalarga uchmasliklarini so'rab qolgan bo'lardik. Xorij ish platformasidan bugungi kunda foydalanuvchilarning soni 2,5 millionga yaqin, ko'rsatilgan xizmatlar 1,5 milliondan ortiq va u yerda hozirda 44 ta ish beruvchilar bor. Ularni bugungi kunda o'zida 46592 ta bo'sh ish o'rinlari bor. Shu jihatdan ham bu juda ham samarali yagona platforma. Ayrim yurtdoshlarimiz orasida xorijga osongina ketish, oson yo'l bilan ketish va ko'proq daromadga tezroq erishish maqsadi bo'ladi. Bu qanchalik noto'g'ri ekanligini bugun hayotning o'zi ko'rsatyapti. Agar siz tayyorlanmasangiz, kasb ko'nikmangiz bo'lmasa va zarur bilimlarga ega bo'lmasangiz, o'sha mamlakatda yuqorida aytilgandek qonunchiligi, tartib-qonun qoidalarini bilmaydigan bo'lsak va til bilmaydigan bo'lsak, demak bunday darajaga, bunday demak imkoniyatlardan foydalanish chegara qo'yiladi bunga. Chunki mana aldanib qolish holatlari, birovga ishonib pasportini oldirib yoki og'ir ahvolga tushib qolish holatlari ham mana shuni demak hayotda ko'rsatayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xorijiy ish beruvchini, masalan, ish beruvchining bitta ishchini xorijdan olib kelishi uchun u $2000 xarajat qiladi. $2000 $2500 investitsiya kiritadi-da, chunki uni biletini, aynan o'sha ishlash ruxsatnomasini olish va boshqa xarajatlarni hisoblaganda umumiy $1500-2000 boradi. Endi o'ylab qarasak, nega endi ish beruvchi malakasiz, til bilmaydigan, bu soha bo'yicha tajribaga ega bo'lmagan mutaxassis uchun shuncha pul xarajat qilish kerak? Shu narsalarga ham e'tibor berishimizni so'rab qolardim, chunki xorijiy ish beruvchilar, o'sha Yevropaning rivojlangan mamlakatda ish beruvchilar albatta faqatgina malakali, shu davlat tilini biladigan yoki ozgina biladigan bo'lsa ham biladigan mutaxassislarni ishga jalb qiladi. Va xorijlik ish beruvchilarning ham talabi juda qattiq ekanligini va o'sha mehnat qilinayotgan joyda ham, mehnat faoliyat olib borilayotgan joyda ham samaradorlik bo'lishi kerakligini va tartib nizomlarga rioya qilish kerakligini, demak ularni talablarida asosiy o'rinni egallaydi. Ular shundoq mablag'ni berib qo'yib yoki agar o'sha mehnat faoliyatida bir samaraga erishmaydigan bo'lsa yoki bir natija ko'rsatmaydigan bo'lsa, demak maoshlarini ham o'z vaqtida ola olmasligi va ko'zlangan maosh, belgilangan maoshlarni ham ola olmaslik ehtimoli demak kattaroq bo'ladi. Xorijiy ish beruvchilarni aynan O'zbekistonda ish kuchini jalb qilish xohlashlarini ham sabablari ko'p. Chunki O'zbekistonda xorijda ishlamoqchi bo'lgan fuqarolarni tayyorlash tizimi juda ham yaxshi rivojlangan. Buning uchun imtiyoz ham bor, imkoniyat ham bor. Barchasi mavjud bo'lganligi uchun ham ko'proq bizdan ishchi kuchini jalb qilishni xohlashadi. Chunki sinovdan o'tgan, shakllangan mexanizm mavjud. So'nggi savolimiz, hurmatli mehmonlar, xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi haqida gapirdik. Bu qanday holat nazarda tutilyapti bu yerda va davlatimiz bu borada qanday kafolatlarni taqdim etadi? Xavfsiz, tartibli migratsiya deganda bu yuqorida ham aytdik. Ya'ni kasbga, tilga o'rgatilgan, yakka tartibda emas, xavfsiz degani uning huquqiy kafolatlari, demak tibbiy sug'urtalari kafolatlangan. U yerga borgandan keyin ham ketdingmi bo'ldi, ishga joylashding bo'ldi emas. Migratsiya agentligi har doim tartibli ravishda ketgan fuqarolarimiz bilan muloqotda bo'lib turadi. Ularni keyingi taqdirlari, u yerdan kelgandan keyingi reintegratsiyasi va ana shu yerda ishlayotgan paytlarda har xil holat bo'lishi mumkin. Mehnat haqini ola olmasligi yoki qandaydir bir mehnatda tan jarohat olish, barchasida huquqiy va tibbiy sug'urtalarni kafolatlanganligi, tayyorlab jo'natilishi, viza jarayonlari hammasini tashkillashtirish bu tashkillashtirilgan migratsiya deyiladi. Yoki ish beruvchi va ishchi o'rtasida tuziladigan mehnat shartnomalari aynan o'sha davlatda mehnat qonunchiligiga to'g'ri kelishi va rioya etilishlariga ham qaraladi. Chunki aynan mehnat shartnomasida o'sha davlatdagi o'sha oylik miqdori
belgilangan miqdordan kam bo'lmasligi kerakligi va bu ham o'sha tartibli mehnat migratsiyasi hisoblanadi. Shu sababli migratsiya agentligi fuqarolarimizni xorijga ishga yuborishdan oldin albatta ish beruvchi bilan tuziladigan mehnat shartnomasini bizda o'sha yuristlarimiz tomonidan ko'rib chiqiladi. Haqiqatda bu o'sha davlatni mehnat qonunchiligiga to'g'ri keladimi? Borgan O'zbekiston fuqarosi u yerdagi o'zini mahalliy fuqarosi olayotgan oylikdan kam oylik olmayaptimi degan masalalar ham bizning yuristlarimiz, migratsiya agentligi yurist tomonidan ko'rib chiqiladi va bu bo'yicha muzokaralar olib boriladi va xulosalar beriladi. Hurmatli ekspertlar, bugungi tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlar uchun sizga rahmat deymiz. Demak, muloqotimizga xulosa qiladigan bo'lsak, O'zbekiston xorijda ishlayotgan o'z fuqarolariga nisbatan pozitsiyasini tubdan o'zgartirmoqda. Yangi huquqiy, institutsional va ijtimoiy mexanizmlarni joriy etish orqali ishlab chiqilgan migratsiya siyosati fuqarolarni mehnat migratsiyasiga ketishdan oldin, migratsiya davrida va undan qaytgandan keyin qo'llab-quvvatlashga maksimal darajada yo'naltirilgan. Qabul qilingan chora-tadbirlar shuni ko'rsatmoqdaki, xorijda ishlayotgan hamyurtlarimiz davlat g'amxo'rligi va qo'llab-quvvatlash obyekti bo'lib, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va ular bilan tizimli ishlash davlatning fuqarolar oldidagi majburiyatiga aylanmoqda. Bu bugungi tok-showimizdan o'rin olgan fikrlar, xulosalar va mulohazalar edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.